2026 Chevrolet Avalanche haqida ushbu video sharhi pikap va sport foydali avtomobil segmentini birlashtirgan yangi avlod modeli bilan tanishtiradi. Chevrolet brendi Avalanche nomini zamonaviy texnologiyalar, kuchli dizayn va kundalik qulaylik bilan qayta olib chiqdi. Tashqi ko'rinishda keng panjara, LED yoritgichlar va mushakdor kuzov chiziqlari avtomobilga agressiv va ishonchli obraz beradi. Orqa qismi ochiladigan yuk platformasi eski Avalanche ruhini saqlab qolgan holda, amaliy yuk tashish imkoniyatlarini oshiradi. Platforma suvga va changga chidamli qoplama bilan himoyalangan bo'lib, dam olish va ish uchun birdek mos keladi. Keng gildirak arkalari, baland klirens va aerodinamik elementlar yo'ldan tashqari ko'rinishni kuchaytiradi. Salon ichida zamonaviy raqamli panel, katta sensorli ekran va yuqori sifatli materiallar e'tiborni tortadi. Haydovchi uchun ergonomik joylashuv, keng o'rindiqlar va orqa qatorda yetarli oyoq joyi uzoq safarlarda ham qulaylik yaratadi. Multimedia tizimi simsiz Apple CarPlay va Android Auto bilan ishlaydi. Ovozli boshqaruv esa kundalik foydalanishni osonlashtiradi. Ichki yoritish moslashtiriladigan bo'lib, kechasi iliq muhit yaratadi. Saqlash bo'limlari ko'p, markaziy konsol chuqur va eshik cho'ntaklari keng. Xavfsizlik tizimlari qatoriga adaptiv kruz nazorati, kor joyini kuzatish, avtomatik tormozlash va qatordan chiqishni ogohlantirish kiradi. Bundan tashqari 360 daraja kamera, park yordamchisi va tirkama barqarorligini nazorat qilish funksiyalari mavjud. Mustahkam kuzov konstruksiyasi va ko'plab havo yostiqchalari yo'lovchilarni himoyalashga qaratilgan. Bolalar o'rindiqlari uchun qulay mahkamlash nuqtalari ham o'ylab chiqilgan. Texnik ko'rsatkichlar bo'yicha 2026 Chevrolet Avalanche bir nechta dvigatel variantlari bilan taklif etiladi. Asosiy benzinli va 6 dvigatel muvozanatli quvvat va yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Kuchliroq V8 versiya esa og'ir yuk tortish va off-road sharoitlarida yuqori samaradorlik ko'rsatadi. Shuningdek,